Shuncha yil bobom bilan birga yashab, ilonliklarini endi bildim. Bobomni mo'ljallari ekan. Bobomni mo'ljallariga urushlarni urush tarqatamiz. Sizlarning tillaringizga nima bu bilmayman, bizning tilimizga buni bichak deylar. Babushkamdan layfxak. Biz uyga jiyan olib kelamiz-ku, yegandan keyin uni olib qo'yadilar. Hozir endi ana shu kerak bo'libdi bizga, narsa so'rash uchun kirdinglar. Keyin nonlarni olib, bitta-bitta ustiga shikolatcha qilib solib chiqdik. Niyat tashlasa, hamma sog' salomat bo'lishadi. Amin har salomda bo'lib shakar katta qarashdi, nasib bo'ladi. Umrimga biron marta urush tarqatmaganman. Bugun buvimning urushlarini tarqatamiz. Keyin hamsoyalarning uyiga bitta-bitta urush tarqatishga buvim bilan chiqdik. Shunday buvim dugonalarining uylariga kirdilarki, tamom chiqolmaydilar. 2 soat chaqchaq uradilar. Qo'limga har xil gulchalar chizdirishni yomon ko'raman, umuman yoqmaydi. Ishqilib buyvachcha ikkalamiz xuddi avvalgiday o'sha eski kinolarni ishlataverdik, chunki bizga shunisi ko'proq yoqadi. Eng qizig'i bayram bobomniki, lekin biz ayollar faqat nimagadir bayram qilamiz.